La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Sure Al-İmran tefsirinin 64. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Al-İmran suresinin 64. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar, fakat Allah'a ibadet qilish, Allah'a hiç narsani şerik keltirmaslik, Allah'ni qo'yib bir-birimizni ilah qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Allah Teala'ni bir deb bilish aqidasining hamma ummatga o'rtaq ekanligi to'g'risida. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirk keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni iloh qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Bu chaqiriq Yahudi, Hristiyan ve ular bilan bir septi bo'lgan kishilardan iborat ahli kitoblarga o'rtaqdir. Bu ham bütün payg'ambarlarning umumyuzlik elib borgan birdek chaqiriqdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, manga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Biz haqiqatan her bir ummatga Allah'a ibadet qilinglar, şeytandan, yani şeytanga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibadet qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Allohni qo'yib bir-birimizni iloh qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik. İbn Jurayj bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi: Allah Teala'nın dergahida günah bo'ladigan ishlarda ba'zimizga bo'ysunishdak bir-birimizni iloh qilib olmaylik. İbn Jurayj bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi: Allah Teala'nın dergahida günah bo'ladigan ishlarda ba'zimizga bo'ysunishdak bir-birimizni iloh qilib olmaylik. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ya'ni ular bu da'vatdan yuz o'rsa, sizlar o'zlaringlarning Alloh yo'l qo'yib bergan islom dinida ekanliginglarga ularni guvoh chiqilib qo'yinglar. Payg'ambar alayhisalomning Herakliga avatgan xati mundaq yozilgan: Nahayeti şefqatlik ve nahayeti mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Allah'ın payg'ambari Muhammaddan sallallohu alayhi vasallam Rumning kattisi Heraklga to'g'ri yo'lga ergashgan kishiga Allah Teala'nın salomı bo'lsin. Maqsad: musulmon bo'lgan, salomat qolasan. Musulmon bo'lgan Allah senin ajringni qo'shlab berdi. Agar yuz o'rsan, sening hukmronliging ostidagi barliq kishilarning gunohi sana yuklanadi deb xatga bu oyatni yozdi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirk keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni iloh qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga,
ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degan. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey yahudiylar va nasoralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Muhammad ibn Ishaq va boshqalar bu suraning 5-dan boshlab 80-oyatigacha kelgicha Najron qabilasining elchilari to'g'risida tushdi deydi. Zuhri Najron qabilasidagilar birinchi bo'lib jizya to'lagan kishilardir dedi. Jizya to'lashga buyurgan oyatning Makka fathi bo'lgandan keyin tushganligida hech qanday ixtilof yo'q. Undaq bo'lsa, payg'ambar alayhisalomning Makka fathi bo'lishdan burun Heraqliga yozgan xatida bu oyatni yozishi bilan Muhammad ibn Ishaq va Zuhriylar degan so'zning orliqini qanday birlashtirish kerak? Uning javobi shuki, Najron qabilasining elchilarining kelishi Hudaybiya kelishimidan burun bo'lgan. Ularning bergan narsasi jizya yo'sinda emas, balki bir narsa berish sharti bilan la'nat etishmaslikqa kelishgan kelishimi yo'sinda bo'lgandir. Ondan jizya berishga buyurib tushgan oyat shu kelishimga uyg'un tushgandir. Xuddi u algan o'ljidan 5dan birini islom davlat xazinasiga va 5dan 4 qismini o'lja algan jangchiga berishni Badri urushidan burun kuzatish uchun avatilgan bir qitimli qo'shinda Abdullah ibn Jahshning qilganidek shundaqla o'ljini o'lashtirish oyatining Badri urushida mushu ahvolga uyg'un holda tushganiga o'xshashdir. Yoki Alloh taolo payg'ambar alayhisalomning Heraqliga avatgan xatida yozgan bu oyatning mazmunini bu oyat tushishdan burun yozishga buyurgan bo'lishi mumkin. Bu ahvol xuddi Qur'on Umarning bir necha turlik masalalar, ya'ni payg'ambar alayhisalomning ayollarining hijoblanishi, Badr urushidagi asirga tushgan kofirlarni o'ldirib etish, munofiqlarning namozini o'qimaslik, İbrahim alayhisalomning turgan o'rnida 2 rakat namoz o'qish va payg'ambar alayhisalomning ayollariga berilgan ogohlantirishi qatorliq ishlarda o'ylaganlarining va deganlarining keyin Qur'onda nozil bo'lgan oyatlarga uyg'un bo'lib qolganligiga o'xshashdir. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Halbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar va Nasoralar jamoasi, sizlar shunday kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim ve onun dini ustida nemishqa munozirlasizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar denglar. İbrahim Yahudimi emas, Nasoramu emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi, Allohga bo'ysunuvchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga en yakın bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. Yahudi va Hristiyanlarning İbrahim alayhisalomning dini haqida munozirlashganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Yahudi va Hristiyanlarning İbrahim alayhisalom to'g'risida munozirlashganligini va
u ikkisining İbrahim alayhissalomni o'zlarining dinida deb da'vo qilganligini ayiblaydi. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Najron qabilasining xristianlari bilan Yahudilarning olimlari payg'ambar alayhissalomning yeniga to'plashib talash qilishib qoldi. Yahudilarning olimlari İbrahim Yahudi dinida edi dedi. Hristiyanlar İbrahim Hristiyan dinida edi dedi. Ondan Allah Teala bu ayetini düşürdü. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar, nim üçün İbrahim toğrusida münazirlisizler? İbrahimni özаңlarning dinida deb gumon qilisizlar. Halbuki Tevrat bilan İncil İbrahimdan keyin nazil bo'ldi. Yani ey Yahudilar, İbrahimning yaşagan vaqti Allah Teala Tevratni Musaga tushirishdan burun tursa, sizlar nimaga asosan uni Yahudi dinida deb da'vo qilisizlar? Ey Hristiyanlar, Hristiyan dinining paydo bo'lishi uningdan nurg'un yillar keyin, ya'ni yaqindala bo'lgan tursa, sizlar qanday qilib uni Hristiyan dinida deb da'vo qilisizlar? Sözünglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? Ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim ve uning dini ustida nimishqa munozirlasizlar? Bu ayet bir narsani yaxshi bilmay turib, u to'g'risida jidallashganlarni ayiblaydi. Chunki Yahudi va Hristiyanlar İbrahim alayhissalom to'g'risida hech narsani bilmay turib munozirlashatdi. Agar ular o'zlariga payg'ambar alayhissalomning zamonasigacha yo'l qo'yib berilgan, o'zlariga oid bilimlari bor dinlari ustida masalalarda munozirlashgan bo'lsa, ular uchun yaxshi bo'lardi. Lekin ular o'zlari bilmaydigan narsa ustida munozirlashdi. Shunga Alloh taolo ularni aybladi va ularning bilmagan masalalarni, hamma ishlarning haqiqatini biladigan g'aybni va hozirni bilguchi zot Alloh taologa topshirishga buyurdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar denglar. İbrahim Yahudimi emas, Nasarami emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Yani İbrahim alayhissalomga agishishga eng haqli kishilar uning diniga agishgan kishilardir. Bu payg'ambar Muhammad alayhissalom muhacir ve ansarlardan ibaret, onunla iman keltirgen sahabeleri ve ulardan keyinki iman etip ular ergeçken kişilerdir. Said ibn Mansur ibn Mas'ud radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet kıldı. Şeksiz her bir peygamberning peygamberler içinden yakın dostları buludu. Ularning içinden mening yakın dostum, mening bovam ve mening Rabbimning do'sti İbrahim alayhissalomdir. Deb ondan İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambar Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarlarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir degan oyatni o'qidi. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vaboli ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allah'ның ayetlerini, yani Muhammed aleyhisselam'a nazil kılınan Kur'an'ның haqliqini bilip durup nemişki inkar kılısılar? Ey ahli kitap, nim üçün haqni batılga arılaştırısılar? Ve bilip durup haqni, yani Muhammed aleyhisselam'ның sizlerinin kitabınlardaki sübtini yoşurusılar? Ahli kitaptın bir türkümü mu'minlerge nazil kılınan vahiyge ettigende iman etenler, keç korunluqi yeni bilanglar
Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida sizlar bilan munozirlashishidan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi paket bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, Fazl Karim, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkidir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egisidir. Yahudilarning musulmonlarga bo'lgan hasadxo'rligi va suiqasdi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Yahudilarning mu'minlarga hasad qildiganligidan va ozg'unlikni xohlaydiganligidan xabar berdi. Bu ishlarning yomon oqibatining ular sezmagan holda o'zlariga qaytadiganligini bayon qildi. Allah Taala ularni ayblab mundaq deydi: Ey ahli kitob, Allohning oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhisalomga nozil qilingan Qur'onning haqligini bilib turib, nimishqa inkor qilasizlar? Ya'ni sizlar u oyatlarning rostligini va haqligini bilasizlar. Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirasizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhisalomning sizlarning kitobinglardagi sifatini yo'shirasizlar? Ya'ni sizlar kitobinglarda aniq yozilgan va sizlar uni biladigan payg'ambar alayhisalomning sifatlarini yo'shirasizlar. Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atiganda iymon etinglar, kechqurunlikni yeni bilinglar deydi. Bu Yahudilarning dinda ojiz kishilarni o'zlarining dini bo'lgan islomdan qaytirib, ularni Yahudi diniga kirgizish uchun qilmoqchi bo'lgan suiqasdidir. Bu suiqasd shuningdan iboratki, ular atiganda iymon etib, musulmonlar bilan birga bomdod namozini o'qishni, shuning bilan nadon kishilarning ularni o'zlarining diniga, musulmonlarning dinidagi kamchilik va ayblarni qaytiribdi deyishi uchun kechqurunda o'zlarining diniga qaytib olishni o'zaro maslahatlashadi. Shunga ular mundaq dedi: Shundaq qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. İbn Abu Najih bu oyatning ma'nosi haqida Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudilar payg'ambar alayhisalom bilan birga fajr namozini o'qidi. Ular payg'ambar alayhisalomga ergishib namoz o'qib bo'lgandan keyin uningda bir kamchilikning borligini kishilarga ko'rsatish uchun hiylagarlik qilib kechqurunda kofir bo'ldi. Faqat dininglarga ergashgan odamlar ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi paket bo'ladi. Ya'ni Yahudilar mundaq dedi: Sizlar o'zimizning diniga ergashganlarga sirlarimizni oshkor qilinglar. Sizlar qo'llarimizdagi narsani, ya'ni Tavratdagi payg'ambar alayhisalomning sifatlarini musulmonlarga oshkor qilmanglar. Agar sizlar uni ularga oshkor qilsanglar, ular u xabarlarni o'qib olib, uning bilan sizlarga qarshi paket keltirdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, Fazl Karim, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkidir. Ya'ni ey Yahudilar, sizlar qo'llaringlarda bor bo'lgan
kitobinglardagi ilgari payg'ambarlardan xabar qilingan Muhammad alayhissalomning sifatlarini yoshirsanlarmi, mu'minlarning dillarini o'zining bandisi va payg'ambar bo'lgan Muhammad alayhissalomga tushirgan ma'nisi ochiq oyatlar, keskin paketlar va ochiq hujjatlarga to'liq ishonishga boshlashga Alloh yetarlikdir. Yahudilar bir-biriga aytdi: birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida sizlar bilan munozirlashishidan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga agashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Ya'ni Yahudilar mundaq deydi: sizlar o'zinglarning kitobinglardagi Muhammad alayhissalomga munosabatlik bilimni musulmonlarga oshkor qilmanglar. Agar oshkor qilsanglar, ular sizlardan uni bilib oladi-da, sizlar bilan bilimda barobar bo'ladi. Ular u xabarlarga sizlardan bakrak ishonadi yoki ular uni sizlarning qarshinglarga paket qiladi. Ondan dunyo va oxiratda sizlarning qarshinglarga paketlar hozirlandi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, fazil karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Alloh uni xohlagan kishiga berdi. Ya'ni hamma ishlar Alloh taolaning xolig'inicha bo'ladi. U xohlagan kishiga bir narsa berdi va xohlagan kishiga bermaydi. U xohlagan kishiga iymon va bilim berdi. Xohlagan kishini ozdirib, uning ko'zini ko'rmas qiladi va dilini pechatlaydi. Ya'ni ma'naviy jihatdan ko'r qiladi. Uning dilini va quloqlarini pechatlab, ko'zlarini haqiqatni ko'rmasligi uchun pardalaydi. Alloh taolaning bu ishlarni qilishida to'liq pokiti va cho'ng hikmati bordir. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmatini o'z xohlagan kishiga xos qildi. Allah ulug' fazl egisidir. Ya'ni ey mu'minlar, Allah sizlarning payg'ambaringlar Muhammad alayhissalomni boshqa payg'ambarlardan hurmatli qilish bilan sifatlab, tugatkusiz alohidaliklarga ega qildi va hamma tarafdan mukammal bo'lgan dinga boshladi. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Al-İmran'dan tefsiri 74. ayetgacha anladыңlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.